Mana sizlarga beshikning nojo'ya ta'siri haqida real hayotdan misol. Beshikda yotmaydimi? Yotadi. Beshikda yotgandek uxlayveradi-da. Beshikda yotadimi? Bo'ldi beshikda. O'shaning uchun harakatsizlanib yotibdi. Bu boshlari pachoq bo'lib, nima ish qilsin? Oyoq qo'lini boylab qo'ysangiz, bu ovqat yeydi, uxlaydi. Yotgan joyda emizasizlar. Beshikda. Qaysi payt uyg'onsin? Qaysi payt uyg'onsin? Agar sizlar boylab qo'ysanglar, tayyor ovqatini berib qo'ysanglar, tegi ho'l bo'lmasa, yotibdi o'zicha. Qatga harakat qilsin. Ko'chaga olib chiqmasanglar, o'zi beshikdan tushib ko'chaga chiqa olmasa bu. Yana buni lanj deyishadi. Asal. Parvarish noto'g'ri bo'lyapti. Emizishdan oldin bu yoqqa beshikdan xo'p kechasi yotqizdinglar, например, olib chiqib, yechintirib, zaryadkalar qilib, qondilarni silab, qarang qanaqa yoqyapti bolaga. Jonlanib ketdi. Qani lanjligi, qani uxlayotgani? Voy asal. Svoboda, svoboda deyapti bu havoga chiqqaniga. Mamtga kelib, yechinib yotganiga, beshikda yotmayotganiga. Qarang, hozir asosiy muammosi bolani harakatsiz yotganida. Beshikda yotibdi, oyoq qo'lini boylayapsizlar, tayyor ovqatini beryapsizlar, bola uxlab yotibdi. O'zi spokойный bola ekan. Hech qanaqa yomon o'zgarishlar yo'q. Qiladigan ishinglar beshikdan yechish. Beshikdan yechasizlar, bu yoqda harakatlantirasizlar, hozir ko'rsatgandek zaryadkalar qilasizlar, havoga olib chiqasizlar. 2-3 soatdan 2 mahalcha, ji bo'lmaganda 1 mahal. Ji 2-3 soat aylantirib yura olmasanglar, 1 soatdan 2-3 mahal aylantirishinglar kerak. Xonani haroratini 22 gradusga tushirishinglar kerak, shamollatishingiz kerak xonani. Havoni ochib turinglar. Fortichkani iloji boricha agar o'zinglarni отопленияlar bo'lsa, isitib olsanglar, fortichka ochiq tursin, havo kirib tursin. Hozir havoga olib chiqishingiz bilan, ozgina zaryadkalar qilishingiz bilan bu yoqqa yetsangiz, bola jonli, normalniy bo'ladi. Faqat uxlab yotmaydi. Ovqat yeydi, uyg'onadi, o'ynaydi, qanaqa gaplashyapti. Gaplashib, kulib, xursand bo'lyapti. Harakatlanganiga, yechilganiga. Nima deydi? Svobodaga chiqqaniga. Hop, parvarish. Hozir faqat parvarish. Kunda kunari cho'miltirish 5 kun ko'p. Хотя бы 2-3 kunda cho'miltiringlar. Havoga olib chiqinglar, vitamin D-sini beringlar, quyosh ham ko'rsin. Ertalab soat 10 gacha quyosh tanasiga tushishi kerak, ozgina terisiga, yuzlariga, хотя бы qo'llariga tushishi kerak. Aylaninglar ko'proq, havoda.